Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Qadrli dehqonlar, aka-ukalar, kanalimiz mehmonlari va kuzatuvchilari. O'simlik yog'i to'g'risida bir dehqonchilikda foydalanganligini hech bir eshitganmisiz? O'simlik yog'ini 10 litr, 15 litr suvga 100-150 gram qo'shib, iloji bo'lsa issiqroq suvga, qaynoq emas, issiq suvga qo'shib 100-150 gram kirsonni qirg'ichdan o'tkazib qo'shib yaxshilab aralashtirib, keyin uni o'simlik bargiga bodringmi, pomidor, bolgarskiy, malina, qulupnay farqi yo'q, sepsangiz bu shu o'simlikni bargida yupqa plyonka hosil qiladida, har xil hasharotlar, ya'ni unshudring, klish, shira, shunga o'xshagan narsalar, unaqa kasalliklar tushmaydi o'simlikka. O'simlik yaxshi o'sadi, yaxshi rivojlanadi. Shundan foydalanib ko'ring. Rezultatini kommentariyada qoldirasiz. Har qanday savol-javob bo'lsa, Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizni ssilkada qoldiraman. Bemalol kirib murojaat qilishlari mumkin. Hozircha xayr.